Yoshligimizdagi Chilonzordagi Kievskiy tort Tesla bezeli shokoladli pirojni tayyorladim. Retsepti bilan esa siz bilan bo'lishgim keldi. Yo'qsa yurakcham qizartirib ketdi. Ishni bezli tayyorlashdan boshlaymiz. Tuxum oqini qattiq ko'payib bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Shakar yarmini oz-ozdan qo'shib olib, limon kislotasi qo'shib, qolgan shakarni ham qo'shib aralashtirib olamiz. Duxovka listiga yoyib, eng past olovda eshigini ozgina ochiq qoldirib 2 soatcha pishirib olamiz. Un bilan kakaoni elakdan chiqarib aralashtirib olamiz. Tuz, shakar, sodani solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin tuxum, sut, yog'ni qo'shib, mikser yoqmasdan mikser venchiklarida aralashtirib olib, mikserda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Keyin uksus solib, yana 1-2 daqiqa ko'pirtirib olamiz. Tagi yog'langan yoki pergament solingan listga solib, xamirimizni list chetlariga ko'proq solib 170 gradusda pishirib olamiz. Qaymoqqa qo'yiltirilgan sut solib, qo'yilguncha ko'pirtirib olamiz. Ko'pirtirmay chirib qo'yamiz. Pirogimizning chetlarini kesib olib, orasidan 2 bo'lakka bo'lib olamiz. Keyin ko'rishlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib sut bilan yaxshilab propitka qilib olamiz. Kremimizni 2ga bo'lib, ikkita ko'rishimizga surib olamiz. Keyin bezamizni qo'yib, videoda ko'rsatilgandek pirojnimizni terib olamiz. Siz ham menga o'xshab har xil shirinliklardan boshqacha shirinliklar yaratib turasizlar. Tovaga shakar, kakao solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Sut solib aralashtirib, 2-3 daqiqa qaynatib olamiz. Tagini o'chirib, o'simlik yog' qo'shib aralashtirib olamiz. Buni o'rniga shokolad eritsangiz ham bo'ladi. Pirojnimizni ustiga surtib olamiz. Kerakli kattalikda kesib olib, pirojnilarimizni xohishga ko'ra bezatib olamiz. Sovutgichga 1-2 soatga solamiz. Pirojnilar tayyor, yoqimli ishtaha.